insonga Alloh aqlni berdi va shu bilan birga nafsni ham Alloh taolo bergan. Ana qachoniki bandani nafsi aqlidan ustun kelganda xatolarga yo'l qo'yadi, gunohlarni qilib qo'yar ekan. Ana banda gunoh qildimi, endi ana shunga tavba qilishligi, istig'for aytishligi, Allohdan kechirim so'rab, ana shu ishlarga qaytmaslikni niyat qilib astoydil tavba qilishligi bu dinimizda buyurilgan va ulug' amallardan hisoblanadi. Alloh taolo bandalarning ichida tavba qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'radi. Mana Baqara surasining 222-oyatda marhamat qiladiki, Astaizu billah, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Alloh ta'kid bilan innalloha deb kelyaptiki, albatta Alloh taolo bandalar ichida chin tavba qiluvchilarni va obdon poklanuvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi, sevadi. Qarang, Robbimizning marhamati, kengligi, banda nafsiga berilib nimadir gunohlarni qildi. Endi ana shu gunoh qilganligini tan olib, ey Robbim, mana shuni men bilmasdan qilman, nafsimga berilib shu ishlarni qilman. Endi meni gunohlarimni kechirgin, tavba qildim, qaytdim deb mana shu niyat qilib, ana shu yaxshi amallarga kirishadigan bo'lsa, Alloh ana shu bandasini yaxshi ko'rar ekan.